Odamzod hali koinotga chiqmagan demoqchisiz. Kosmos ham hech kim chiqmagan. Hammasi shu bo'lgan. NASAlar nima qilgandi? Nimaga Antarktidani yer oxirida bilyapsiz? Menga o'shanga aniq javob bilan. Boshqa sivilizatsiya bor. Tramp Nima o'qida bor? temay turaveradi bu. Nima bor? Xo'p, Antarktidani u yog'ida nima bor? Muzli boshqa sivilizatsiya bor. Nima sivilizatsiya? Menga tushuntirib bering shuni. Bizga o'xshagan insonlar yashamaydi u yerda, boshqa insonlar yashaydi. O'zgar sayyoraliklar demoqchisiz, to'g'rimi? Xo'p, bu yashab turgan hozirgi dunyoyingizda, siz tushunchangizda odam shaklida boshqa jonzot bo'lmaydi deb o'ylaysizmi? Maymunlar bor. Yo'q, odam menga qaraysiz, to'g'rimi? Odamman, to'g'rimi? Xuddi mening shaklimda prosta ichida boshqa inson bo'ladi. Qanaqa Yo'q deb odam o'ylaysizmi? shakl? Xo'p, siz qaysi faktlarga asoslanib shunaqa deyapsiz? Menga aytib bering. Faktlar juda ko'p, absolyutno juda ko'p. To, что bittasini aytib ilmlanganlar beringchi. borligiga ishonmaysiz. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rmagansiz, to'g'rimi? Ko'zingiz hamma funksiyani ocha olmaydi, to'g'rimi? To, что ruhlarni ko'ra olmaydi, ajinlarni ko'ra olmaydi. Bor shunaqa narsalar, to, что osmonda uchib bizni kuzatib turgan narsalar ham bor. Lekin sizni ko'zingizga ko'rinmaydi. Texnologiya juda katta bo'lib ketgan o'sha. Samolyot qanaqasiga uchadi? Yotqizil qo'yilgan karta bo'yicha, to'g'rimi? Anaqa shar bo'yicha emas. Absolyutno. Bitta joydan ikkinchi joyga, to'g'rimi? Yerda kuponi bor. Yorib o'tib bo'lmaydigan narsa u. Yer dumaloq bo'ladigan bo'lsangiz, mana dumaloqcha. Mana fikringiz to'g'rimi? Uni kuponi bor. Raketalar ko'rganmiz, to'shda uchadi-da, portlab ketadi orada. Chunki kuponni anaqaga olmaydi. Qanchalik tez tepaga chiqadigan bo'lsa, har bitta samolyotda ham o'zini anaqasi bor, minimalkasi bor, uchadigan. Undan tepaga chiqib keta olmaydi. Demak, siz odamzod hali koinotga chiqmagan demoqchisiz. Kosmos ham hech kim chiqmagan. Hammasi shu bo'lgan. NASAlar nima qilgandi? Siz piramidani qanaqa qurilgan? Qo'yilgan toshi Juda katta, juda tonna tosh. yangi zamonaviy texnikasi ham ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi. Ovoz, imенно gers degan narsa bor. Gerslar orqali to, что havoda turilgan, qo'yilgan narsalar. Gers ko'p narsani